bir qiynalgan oila borda 50 mingdan yig'ib yuramiz. Hayitlaringiz muborak bo'lsin. Allohga shukr, Xudoyimga qadar shukr. Qalaysiz? Mana shu televizorni berib yuboraymi sizga, mana qarang. Mana shu televizorni berib yuboraymi? Multfilm ko'rasizmi? Bitta duo qilib qo'ying, berib yuboraman shuni sizga. Amin. Nima uyida jihoz kam? Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana zakotimiz, Texnobrand do'konining zakotini inshaalloh odamlarga, xalqimizga, buni Yangiyo'l xalqida biz tarqatamiz. Hamma joyga boramiz. Ketdi. Mana. Ochinglarchi. Ko'rasizlar. Hamma katta texnikalarni shu yerga olib kelib tayyor qilib qo'yganmiz. Ichkariga kiramiz, holatni o'zingiz ko'rasiz. Bolachalarimiz televizor deydi qachondan beri. Bo'ldi. Televizor beramizmi? Ko'rasizlar televizor? Bormi o'z televizor? Televizor nima deydi? Yo'q. Televizorni haqiqiy har joyga kelibmiz aziz do'stlar. Televizor beramiz, Texnobrand do'koni. Ihson tarqatyaptilar, ihson sohiblari. Alloh Xo'p, keling, mazza qilib ko'rib o'tiringlar. Hayit muborak bo'lsin, xo'pmi? O'sha televizor sizlarga inshaalloh. Bo'ladimi? Mana pech, somsalar, hamma narsa pishiriladi. Rahmat, ilohim. Bo'ladimi? Rozi bo'lsin. 50 ming so'm berdingiz. Rozimi? Biz sizga olib kiringlar. Buni ham olib qo'yasiz. Ramazon bilan tabriklaymiz. Hali deymiz sizga. Mana shu pech sizga ota. Mana somsa qilasizmi, grill qilasizmi? Hammasini qilib o'tiradi. Bu sizga. Mana yana bitta jimper kimga? Mana shu pechni ham olib qo'yasizlar, duo qilib qo'yasizlar. Qatga mana qo'yib ketsanglar. Topganlarga baraka bersin. O'g'il qizlaringizni rohatlarini ko'rib yuring. Siz bizga bersangiz, sizga xudo bersin. O'zini badali. Yurishimizga Alloh o'zini badali. Xudoyimga qadar shukr. Allohga shu mana yangi yil unaqani ham yetkazib keldik. Alloh o'sha kechir bolam. Yurishtirishimizga Alloh o'zini madad bersin. Allohu akbar. Allohim ikki dunyo saodatiga o'zingiz. Amin. Bundan ham ulug' bo'lsin martabalar ilohim. Joninglar sog' bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Allohning ihsonlarini boshlariga soyabon qilsin. Allohu akbar. Ustoz ham savobchi bo'ldilar. Alloh bulardan barchamizdan rozi bo'lsin. Inshaalloh shu joyga keldik, ehsonning o'rnini topishga yordam bergan insonimiz. Rahmat sizga, Alloh rozi bo'lsin.